Assalomu alaykum hammaga. Bugun gabarit haqida video olamiz, chunki ko'pchilikda tushunmovchilik bo'lyapti. Bu gabaritli tovarlarimiz avto yo'nalishimizda kelgan. Avia yo'nalishimizga gabaritli va seriya tovarlar mumkin emas. Shuni esdan chiqarmanglar. Gabaritli tovarlar nima? Ko'rishinglar mumkin, hajmi katta bo'lgan tovarlarimiz bu gabaritli tovar deyiladi, chunki o'ziga yarasha joy egallab keladi va bu kilosiga $10,5 dan boshlab hisoblanadi. Bu boshlang'ich narximiz, lekin tovarga qarab yana bu tepaga ko'tarilishi mumkin. Ko'pchilik savol beradi, bizni ogohlantirmasdan gabarit tovar urgan mijozlarimiz nega $6 emas deb. Yo'q, buni $6 hisoblamaymiz, chunki bu gabarit. Kiyim-kechak, elektronika, parfyumeriya, seriya tovarlarimiz avto yo'nalishimizda $6 dan hisoblaymiz, lekin gabarit bundan mustasno. Shuning uchun hammadan iltimos qilgan bo'lardik, hurmatli mijozlarimiz, bunaqa gabaritli tovar urishdan oldin albatta adminni ogohlantiringlar, nima narsa uryapsizlar, uni og'irligi va hajmini aytsanglar, ular taxminiy sizlarga narx hisoblab beradilar. Shunda sizlarga ham bizga ham tushunmovchilik bo'lmaydi degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.